bir sirli mana ichki detallarni ham yuvib yubordik. Mana holat. Yangidek bo'ladi xudo xolasa. Mana hozir ichidagi joylar. Hozir lukka yetishdi maqsad. Mana bir turisi ichlarni ham himsiy qo'ydik xudo xolasa. Tayyor bo'lgan holatini ham keyin ko'rsatib boraman xudo xolasa. Lukka yetishtirdik. Mana bu yo'l juda kir, ayashli ahvoli juda ham kir bo'lib ketgan. Hozir bularni har bittasini yuvib boshqatdan yig'amiz inshaalloh. Bu yerda hisobchasini yig'ib, ichida yapshikasini yuvib qo'ydik. Rustam mana mana shu narsasida, mana mana shu oldi orqa ketdi mana mana shu narsasi. Motorchi ishlayapti, mana aylanyapti. Shu mana mana shu trus ikkitasi tiqilib qolgan. Xudo xolasa aybi topildi. Xo'p, mana shu trusini bozorchidan so'rasa 370 ming so'm dedi. O'zimniki butun ekan. Mana shu chirikka tiqilib qolgan ekan va orqa yurmayotgan ekan. Aybi topildi. Xudo xolasa hozir o'zini yaxshidan benzinda yuvib, o'zidek qilib yig'ib qo'yamiz. Inshaalloh ishlaydi. Mana kech bo'lishiga qaramay, mana shu detal lukka singan ekan. Ko'rishinglar mumkin. Mana shu singan. To'g'rirog'i sindirib yubordim, tik qiyshayib qolgan. Lukka ochilmasligiga mana shu sababchi bo'lar ekan. Mana men boshqasini yasadim. Mana hozir qora flomasterda bo'yab qo'ydim endi. Lekin baqvat. Shu zamokni oldi tarafidagi korpusdan kesib olib, men o'xshatdim inshaalloh. Hozir endi yig'ish jarayoni sal cho'zilib ketdi, xudo xolasa. Lekin juda ham mana bu duralimin bo'lar ekan. Bu yaramaydi. Hop, mana qisqacha shu davomini qo'yib boraman yana. Mana hozir ikkinchi tarafi ham singan ekan, buni ham bir to'ra salmoqchimiz mana. Eng slabiy joyi mana shu. Mana kechagi lukimizni xudo xolasa. Samodelni singanlarimizni joyiga qo'ydik, xudo xolasa. Yig'ish jarayonidamiz. Xudo xolasa lukimiz tayyor bo'ldi. Inshaalloh mana ochilishlari bitta qo'lda mana ozginaga ochiladi mana xudo xolasa. Mana shu mexanizmlarni qo'ydik. Esingizda bo'lsa. Mana ochilishlari mana xudo xolasa. Mana juda ham zo'r ochilyapti, yumshoq, yengil bo'ldi inshaalloh. Mana bunga yasagan detalimiz mana ko'rayotgan bo'lsa, yopib qo'yamiz chiroyli qilib. Xudo xolasa keyin mana buni mantidagi plastmaslarini mana hozir mana sotib oldik. Juda ham zo'r do'kon ekan, o'sha Fayz avtoni yonida mana largo turgan balon tarafdagi do'stimizdan sotib oldik. 40 ming so'm bo'ldi, mana 50 ming ekan.